Bugungi sizlarga chiqargan masalamiz boshqa narsadan iborat, ya'ni Soliq kodeksida qayta tekshirish mumkin emas deganligiga qaramasdan, alohida 374-sonli qarorda ham bitta periodga taalluqli bitta soliq turi va manbasini qayta tekshirish mumkin emas degan narsaga qaramasdan, yana amalga oshirilayotgan qayta tekshiruv haqida. Bilasizlarmi, 2023-yilda bitta tadbirkorimizda deyarli 8 marta tekshiruv bo'lgan edi, bir yilda. Unda nima bo'lgan? Tekshiruv deganda hozirgi kunda kameral tekshiruv so'lanadi. Rayon kameral tekshiruv qilgan, viloyat kameral tekshiruv qilgan, viloyat kameral tekshiruv qilgandan keyin uni rayon prokuraturaga bergan, rayon prokuratura jinoiy ish qo'zg'ab, viloyat prokuratura ishi olgan, viloyat prokuratura shu jinoiy ish doirasida taftish e'lon qilgan va ish bosh prokuraturaga ko'tarilgan va undan keyin hali ishonasizlarmi, O'zbekistondagi barcha mavjud nazorat qiluvchi organlar u korxonani borib tekshirib kelgan. MCS ham, elektr energiya ham, pazarni kimki nazorat qilishi mumkin bo'lsa, hamma borib tekshirgan va korxonada haqiqatdan to'g'ri ayrim kamchiliklari bo'lgan, o'sha kamchiliklar yuzasidan javobgarlikka tortilgan holatlar bo'lgan. Javobgarlik ham qanaqa? Jarimalarni to'lagan, siz ham kelib tekshirgan barcha holatlar bo'yicha kamchiliklarni bartaraf etgan, to'laydigan jarimalari to'langan. Shunga qaramasdan, mana 23-yil yakunlangan tekshiruv bilan 24-yilda bo'lgan bu tekshiruv. 24-yil davomida va 25-yil davomida o'sha tekshiruv o'tgan davr uchun kameral tekshiruv chiqib, korxonani ballari doimiy ravishda pasaytirib qarab kelinyapti. Doimiy ravishda sen kontragenting abnalchi, o'shaning uchun endi chiqarib tashlashing kerak degan bir vaj bilan korxonaga nima deydi, ballini pasaytirib, doimiy tekshiruv ugrozasi bilan kelindi. Bir necha bor hattoki buyruq ham chiqarildi tekshiruvga va shunda prezident qaroriga asosan mumkin emasligini, soliq kodeksiga asosan mumkin emasligini va bu davrlar prokuratura organlari tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ish doirasi taftish qilinganligini hamma vajlarni ko'rsatgandan keyin bir necha bor soliq tayinlangan bo'lsa ham o'sha narsalar yana yo'q bo'lib, jim bo'lib ketgan edi. Mana endi yil oxiriga kelib yana boshqatdan, endi jim bo'lmasdan, bizga farqi yo'q tekshirilgan bo'lsa ham, bu imini aktida falon korxona deb yozmagan ekan, o'shaning uchun sen abnal qilgansan degan bir da'vo bilan korxonaga yana qaytadan tekshiruv chiqyapti. Hozirgi kunda sobiq Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev nomlariga aynan noqonuniy tekshiruv ketayotganligi bu yuzasidan masalani tekshiruv buyruqlarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha murojaatlar qilgan edik, lekin afsuski Sherzod Davlatov bu narsani ko'rib chiqishga ulgurmadilar. Ayrim sabablarga ko'ra boshqa idoraga rahbar bo'lib ketdilar. Va hozir bu masalani endi yangi rais nomlariga alohida shikoyat qilib kiritdik. Qani ko'ramiz natijasini, tadbirkorga munosabat qanaqa bo'lar ekan. Nafaqat soliq organi, balki prokuratura organlari, Счетный palata, казначейство mavjud hamma nazorat qiluvchi organlar tomonidan tekshiruv amalga oshirib bo'lingan bo'lsa ham, qaytadan tekshiruv amalga oshirilyapti hozirgi kunda va buni rahbariyatga munosabat bildirib qo'yganmiz va bu munosabatga javoblikni ham kutamiz. Qo'shimcha yana sizlarni ham xabardor qilamiz. Mana shunaqa gaplar bo'lyapti. Chang bosgan Toshkentimizda. Salomat bo'ling.